Bugun sizlarga Andijondagi IT markazimizda 7 va 19 yosh orasidagi bolalar uchun qanday sohalar o'qitilishi haqida ma'lumot berib o'taman. 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mukammal tarzda ishlab chiqilgan robototexnika va IT kursi mavjud. Bu kursda farzandingizni kompyuter bilimlariga katta e'tibor qaratiladi va 2-3 oy ichida o'z qo'llari bilan foydali dasturlar va o'yinlarni yaratishni boshlaydi. Qo'shimchasiga soddadan murakkabgacha bo'lgan robot turlarini maxsus laboratoriya xonalarimizda yaratishadi. 12 yosh va undan yuqori yoshdagi bolalar uchun maxsus IT dasturlash, sun'iy intellekt va kiberxavfsizlik kabi sohalar o'qitiladi. Bu kurslarimizda farzandingiz eng murakkab darajada bo'lgan dasturlarni, o'yinlarni yaratish jarayonlarini noldan o'rganadi va sun'iy intellektdan erkin va foydali ravishda ishlatishni o'rgatamiz. Kiberxavfsizlik kursimizda hakkerlar hujumlari turlari, internetdan xavfsiz foydalanish, login, parol kabi shaxsiy ma'lumotlarimizni xavfsiz saqlash va ko'plab bilimlarni o'rganadi. Kurslarimiz sizga qiziq bo'lsa, ushbu raqamlar orqali qo'shimcha ma'lumot olishingiz va kursga yozilishingiz mumkin.